Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugun yakshanba 11-yanvar 2026-yil. Andijon mashina bozoridamiz. Mana Nexia'lar qatorida turibmiz. Ko'plagan Nexia'lar mana chiqqan, xudo xolasa. Aka-ukalar, biz video obzor qilishni boshladik. Kamtarona mehnatimizni qadrlagan holatda bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Mana birinchi videoyimiz 2007-yil Nexia avtomashinasidan boshladik. Aka, bu probegi qancha endi buni? 429 ming yurgan ekan akalar. Sons Tramblor, Sons Tramblor Lucas konditsioner akalar. Motor hadovoylari mana ko'rib turganingizdek ochib qo'yibdi. Cho'tki qilib tayyorlab olib chiqilgan bu. Xudo xolasa akalar. Balonlari yumshoq balon, mana o'rtacha holatda turibdi. Ko'rib turganingizdek. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi aka 30% ga deyavering. 30% atrofida kraskasi bor deyapti, lekin oldi orqasida pechat deyapti. Petno chaqachukalari bor deyapti. Akamiz xudo xolasa metana, ana metallari orqalarida turibdi. Go'zal tayyorlangan. Ha, mana akalar ko'rib turganingizdek 2007-yil 489 ming dedingiz. Yo'q, 29. 429 ming probeg yurgan Nexia avtomashinasi akalar. Salon qismlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Ana chexollari, polilari bor akalar. Ana 429 ming 125 probeg yurgan. 500 mingga bormagan chexol polilari bor Nexia avtomashina. Hech pul deyapti aka bu? 38 beramiz aka. Hop, $3800 kami bor deyapti akamiz, xudo xolasa. Variantga chiqmaydi. Yo'q. Faqat naqd ekan, $3800 kam bor. Telefon nomeringiz? 93 93lik 483 1101. Yana mashinangiz bormi aka? Aka, bozoringiz bersin. Dehqonmi, o'zingiznikimi? Yo, tirikchilik-a? Ha, tirikchilik ekan. Akalar mana Nexia 2014-yil Prostoy gidravlika Sonsa Dons 1.6 ekan akalar. Hop. Mana balon holatlari yumshoq balonlar taqilgan. Mana akalar ko'rib turganingizdek motor hadovoylarda ishi bormi yo'qmi aka? Motor qilingan, hadovoylari yaxshi deyapti. Akkumulyatorlari silab emasa? Akkumulyatorlari yaxshi deyapti. Kraskasi necha foiz aka buni? tomdan pasti deyapmiz. Kraskasi tomdan pasti deyapti-kan. Lak sepilgan joylari bor ekan. Ozmoz endi ustasini olib kelib bemalol tekshirtirib oladi. Tirikchilikmi aka bu? Yo'q. Tirikchilik ekan akamizdan ham. Hop, mana balonlari yumshoq balonlar. Hop, probegi 370 ming yurgan ekan akalar. Mana salon holatlari, chexollari, polilari o'rtacha holatda mana o'ziniki turibdi akalar. Anaqa ekan, rushnoy ekan, o'yna ko'taradiganlari. Prostoy gidravlika akalar. Hop, ko'rib turganingizdek 2014-yil. Probegi necha dedingiz? 370 ming yurgan ekan. Tomdan pasti kraskasi bor deyapti. Motor hadovoyda xudo xolasa ishi yo'q deyapti akamiz. Nech pul deyapti endi aka bu? $3600 kami bor deyapti-kan xudo xolasa. Variantga chiqami, chiqmaydimi? Faqat naqd ekan, $3600 kami bor. Gen davenni skorada. Gen davenni skor ekan. Telefon nomeringiz aka? 33lik 281 62 60. Aka, bozoringiz bersin. Hop. Akalar 2008-yil Delfin rang Nexia avtomashinasi. Probegi qancha buni aka? 500 ming yurgan ekan probegi akalar. Mana ko'rib turganingizdek. Hop, kraskalari? Bor, 20%. Kraskalari bor, 20-30% bor. Yana ustalarni olib kelib tekshirtirib olsa bo'laveradi deyapti aka, xudo xolasa. Hop, balonlari mana yumshoq balon, archa holatda, chiroyli holatda turibdi akalar. Motor hadovoylarda ishi bormi, yo'qmi? Motor hadovoylarda ishi yo'q deyapti akamiz. Mana bitta salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Eshik anaqa yopibmi aka? Ichidan ochish kerakmi? Ha. Hop, ruchkasi yaxshi ishlamaydi-a bitta. Aybi. Ha, muzlab qo'ygan deyapti. Egasi kelguncha shug'ullanadi. Ha, egasi kelguncha shug'ullanadi deyapti akalar. Mana salonlari oranjeviy chexollar taqib qo'yilgan, ana polilari bor, xudo xolasa. Akalarimiz ruchkalarning egasi, sizlar
bemalol yoqib telefon qilsanglar, chiroyli qilib ruchkalarni to'g'irlab berar ekan akamiz. Mana orqa ruchkalari. Ko'rib turganingizdek mana go'zal holatda, o'rtacha holatda xizmatlarni qiladigan holatda turibdi. Nech pul deyapti endi aka bu? 3500 dollar kami bor. Variantga bormi yo'qmi? 1,5 puli borga variantga chiqar ekan. Andijon mashina bozorida turibdi akalar. Bemalol telefon qila olasizlar. Telefon nomeringiz 95lik 630 0667. Aka bozoringizni bersa. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, ellikboshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, aka-ukalar, qop-qora Svetda Nexia avtomashinasi bor ekan. Nechinchi yil edi bu tog'a? 2009-yil. Qop-qora Nexia avtomashinasi. Probeglari qancha buni? 300 dan o'tdi. 300 mingdan o'tdi, 300 mingdan o'tibdi akalar. Kraskasi? Kraskasi toza deyapti. Kapotni uchiga tosh tekkan joyiga kraska sepilgan, ha? Qolgan joylari toza. Yana ustalarni olib kelib tekshirib olsa bo'laveradi. Hop, balonlar yumshoq balonlar turibdi, ha, xudo xolasa. Yumshoq balon archa holatda, yaxshi holatda turibdi. Salonlarni ham mana ko'rsatib qo'yamiz. O'zingiz minib foydalanib olib chiqqan mashina-ya bu, ha? Ha, bu tirikchilikmi? Ha, dehqonchilik. Mana tog'amiz o'zi xizmatini qilgan mashina ekan, mana. Salon holatlari mehnatini qilingan mashinaligi bilinib turibdi. Mana ko'rib turganingizdek akalar. Qop-qora Nexia avtomashinasi. Motorlari mana yuvilmagan holatda, shunday o'zi minib turibgan holatida olib chiqqan ekan. Mana dehqonchilik, dehqonning mashinasi ekan tog'amiz. Andijon qayerda mashinasi bu? Andijon qayerda mashinasi? Niyoz Botirning mashinasi ekan. Asaka. Aha. Xo'p, nech pul deyapsiz buni tog'a? 3,5. 3500 dollar kami bor. Variantga chiqam chiqmaydimi? Yo'q. Gen Davennes bo'laveradi. Bo'laveradi. Gen Davennes qilib bera olar ekan. Telefon nomeringiz? Telefon nomeringiz. O'g'limnikini Ha, aytdim. farqi yo'q. O'g'lingiznikini aytsangiz ham bo'laveradi. O'g'limniki Aha. 87. 87lik. 85. Oxiri o'zingiznikini ayta olasiz ekan. O'zingiznikini bilasizmi? Yoddan? Ha? Aha, ayta oling. 95. 95lik 477. 477 10. 10 27. Bozoringiz bersin, tog'a. Ko'rdinglar mana akalar, xudo xolasa. Aka-ukalar, yana bitta Stalno Svetda Nexia avtomashinasi ekan. Nechinchi yil? 2008-yil aka bu. 2008-yil. Kraskasi necha foiz aka buni? 20% kraskasi bor deyapti, xudo xolasa akalar mana. Hop, probegi? Probegi 320 ming yurgan xolos deyapti akamiz. Yo'shligi bor, kartoshkaligi bor mana. Ko'rib turganingizdek mana. Hop, salon holatlarini ham bitta ko'rsatib beradigan bo'lsak. Akalar mana poligi yo'q ekan buni. Poligi bor ekan mana akalar. Hop, chixollari bor ekan, xudo xolasa. Sons tramblormi yo'q qanaqa? Sons tramblor. Lux ekan, Lux konditsioner ekan akalar mana. Xudo xolasa. Balonlari mana yumshoq balon, o'rtacha holatda, yaxshi holatda turibdi. Andijon qayerda mashinasi aka bu? Sharxonning mashinasi ekan, akalarimiz o'zlari xizmatlarni qilib olib chiqqan mashina aka. Necha pul deyapti endi aka bu? 3300 dollar kami bor deyapti. Variantga chiqam chiqmaydimi? Yo'q, variantga yo'q. Variantga yo'q ekan, faqat naq ekan. Gen Davennes berilaveradi. Generalni berilaveradi deyapti akamiz mana. Akalar mana ko'rib turganingizdek Stalno Svetda. Kraskasi qancha dedingiz? 20% kraskasi bor xolos deyapti. Yana ustalarni olib kelib tekshirtirib olaveradi. Ha, bemalol.
Xo'p, telefon nomeringiz aka? 93lik 218 218 15 15. 15 15. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa, Nexia avtomashinasini. Video qilib qo'ysa bo'ladimi aka? Nechinchi yil ekan bu? 2014-yil oppoq suvetda avtomashina Nexia akalar. Sons Tramblormi? Lux konditsioner, Sons Tramblor avtomashina akalar. Metan, metan. Benzin, xudo xolasa. Kraskasi necha foiz aka buni? Kraskasi 15%. Kraskasi 15% deyapti akamiz. Mana salon holatlari, chexollari bor ekan, a? Chexol, polilari bor, xudo xolasa. Balonlari mana yumshoq balonlar akalar. Probegi qancha probegi? Ha? 345 ming yurgan probegi. Mana balonlari yumshoq balon akalar. Dehqonchilikmi yo tirikchilikmi? Dehqonchilik. O'zingizlarning xizmatlaringizni qilib olib chiqqan. Akalarimiz o'zlarining xizmatini qilib, bozorga olib chiqib, sotishyapti ekan mana akalar. Oppoq suvetda 15% kraskasi bor, 345 ming yurgan xolos deyapti. Yana ustalarini olib kelib, bemalol tekshirtirib olsa bo'laveradi. Umuman chiqimi yo'q aka buni. Oladi minada, xudo xolasa. Necha pul deyapti aka? $4200 kami bor deyapti ekan. Gen davenni chiqarami? Ha, o'zingiz nomingizda generalni qilib bera olasiz bemalol. Demak, akamiz nomida ekan, o'zi gen davenni bera olar ekan akalar. $4200 kami bor deyapti. Telefon nomeringiz? 90lik 259 66 77. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. $4200 ga 2014-yil kami bor deyapti. Nexia'ni berar ekan. Mana akamiz o'zi dehqonchilik ekan, o'zi xizmatini qilib olib chiqqan 1.6 Dons, ha? Nexia avtomashinasi 1.6 Dons, ha? Motor hadovoylarda ishi bormi yo'qmi aka? Motor hadovoylarda umuman ishi yo'q deyapti, xudo xolasa akamiz. Balonlarni yumshoq balon o'rtacha holatda turibdi, akalar. Hop, kraskasi necha foiz aka buni? Top toza. Yili 2013-yil. Probegi 316 ming yurgan ekan probegi akalar, mana ko'rib turganingizdek delfin rang. Hop, tom bagajlari bor. O'zingizlar tirikchilik qilganmisizlar bu mashinada aka? Akalar o'zlari tirikchilik qilishgan ekan. Konditsionerlar ishlaydi, pechkalar ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Lux anaqa. Ayni opadiganlari Lux ekan, xudo xolasa akalar. Metan, benzin, a? Metan balon 100 talik ekan akalar. Mana salonlarni ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana polilari bor, chexollari bor, hop, monitorlarigacha bor, xudo xolasa akalar. Delfin rang Nexia avtomashinasi. Umuman qiqir ekan anaqa bormi yo'qmi? Ovozlari chiqarib chiqmaydimi aka hadovoyda? Hadovoyda ovoz chiqmaydi. Hamma yo'q tina deyapti akamiz. Hop, necha pul deyapsiz endi aka buni? $5500 kami bor deyapti akamiz, mana ko'rib turganingizdek akalar. Variantga chiqarib chiqmaydimi? Naqqa faqat gen davenni chiqaradi, gen davenni chiqarar ekan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 775 29 59. Aka bozoringizni bersin. Hop. Obzorchi Salmon aka. Obzorchi Salmon deb yozsangiz chiqadi. Akalar mana Nexia avtomashinalarini video obzorini qildik. Qo'ldan kelgancha kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Xudo xolasa akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat.